Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sizni dasturlashni 0 dan 10 kunda o'rganamiz challenge'ini birinchi darsida ko'rib turganimdan xursandman. Bugun dasturlash nima ekanligi, u qanday ishlashi va dasturchi bo'lish uchun nimalar kerakligini tushuntirib beraman. Bundan tashqari Dart dasturlash tiliga kirishamiz va birinchi kodimizni yozamiz. Va bu 10 kunlikka oxirida 10 kun davomida bizni 9 ta darsimizda dasturlash haqida gaplashamiz va shu 9 kunda o'rgangan bilimlarimizni ishlatgan holda 10-kunida Flutter'da quiz ilovasini birgalikda yaratamiz. Tayyor bo'lsak, keling boshladik. Dasturlash nima? Dasturlash bu kompyuterga qanaqa ishlash kerakligini tushuntirish san'ati. Kompyuterlar faqat aniq yozilgan ko'rsatmalarni bajaradi. Masalan, siz kompyuterga menga choy tayyorlab ber deb aytolmaysiz, lekin unga shu choy tayyorlab berishi ketma-ketligini aytib tushuntirishingiz mumkin. Masalan, choynakni suv bilan to'ldir, gazga qo'y, suv qaynaguncha kut va choy bugungacha bo'lgan etaplarni aytsangiz, kompyuter bu sizga amallarni aniq bajarib bera oladi. Dasturlash tillari nima? Dasturlash tillari bu bizga kompyuter bilan gaplashish imkonini beradi. Dasturlash tili bu kompyuter bilan gaplashish uchun bir vosita. Ulardan biri Dart bo'lib, bugun shu til bilan tanishamiz. Bu darslarimizda biz Dartni emas, balki dasturlashni o'rganamiz. Dasturlash o'zi alohida tushuncha, biz Dart tilini dasturlashni o'rganish uchun ishlatamiz. Xo'sh, Dart dasturlash tili va uning imkoniyatlari qanaqa? Dart bu Google tomonidan yaratilgan dasturlash tili bo'lib, u asosan Flutter orqali mobil va web ilovalar yaratishda ishlatiladi. Dartning afzalliklari: tez ishlaydi, kompilyatsiya qilinadigan til, oddiy sintaksisga ega, C family tillariga o'xshaydi. Flutter bilan ishlaydi, mobil ilovalar yaratish uchun eng yaxshi tanlov. Endi biz bu darslarimiz davomida hammaga qulay bo'lishi uchun Dartpaddan ishlatamiz. Dartpad bu o'zi nima? Dartpad bu onlayn kod yozish mushti. U yordamida hech narsa o'rnatmasdan kodlarni yozish va ishga tushirish mumkin. O'zi dasturlashda biron bir texnologiyani ishlatayotganda uni kompyuterga o'rnatib, keyin uni kompyuterning o'zida ishlatishadi. Endi bizda ko'rib turgan odamlar hali dasturlash bilan unaqangi ko'p bilimga ega emasligini hisobga olgan holatda dasturlashni o'rganish jarayonini osonlashtirishga harakat qildik. Shuning uchun onlayn kod yozish muhitidan foydalanamiz. Bu juda ham qulay. Dartpaddan foydalanish uchun Google'ga Dartpad deb yozasiz yoki dartpad.dev saytiga kirasiz. Kod yozish maydoniga kod yozib, run degan tugmani bossak, kodimiz ishlaydi. Mana biz dartpad.dev deb yozgandik, shunaqangi bizga sayt ochildi. Buni siz deyarli xohlagan brauzeringizda ochishingiz mumkin. Chrome yoki Safari'da. Buni ochganidek, mana bizda onlayn kod muhitiga tushdik. Ya'ni bu yoqqa Dart kodini yozsak, u bizda ishlaydi. U ishlashi uchun run degan tugmani bosish kerak bo'ladi. Mana bu yerda bizda yozuvlar chiqdi, ya'ni kodimiz ishladi. Hozir siz xavotir olmang, agar bular sizga tushunarsiz bo'lsa, bu for loopni biz keyingi darslarimizda o'rganamiz. Hozir esa keling buni olib turamiz va o'zimizni birinchi kodimizni yozamiz. Siz ham bu darsni ko'rish jarayonida kod yozishingizni maslahat beraman. Print dan foydalanamiz va ichiga hello world deb yozamiz. Shunaqangi print deyish kerak, ikkita qavs ochish kerak va ichiga shunaqa qo'shtirnoq ichida yozish kerak yoziladigan tekstimizni va oxirida nuqta virgul qo'yish kerak bo'ladi. Bu Dartning sintaksisi hisoblanadi, ya'ni yozilishi shunaqa. Bizda ham tilimizda birinchi so'zimiz bosh harf bilan yoziladi, oxirida nuqta qo'yiladi. Shunaqa-ku, buni ham o'ziga yarasha qoidalari bor. Endi runni bossak, bu yerga
world degan yozuv chiqdi. Bu dasturchilarni eng birinchi kodi hisoblanadi. Ya'ni qanaqadir tilni o'rganmoqchi bo'lsa yoki nimadir qilayotgan bo'lsa, hello world deb yozib ko'radi. Va siz ham buni qilib ko'rdingiz. Sizni bu bilan tabriklayman. Siz ilk kod yozdingiz va uni ishga tushirdingiz. Endi siz rasmiy ravishda dasturchilik yo'lini boshladingiz. Endi buni davom ettirish kerak va ko'proq bilimlarni o'rganish kerak bo'ladi. Bu kodimizni yana bir marta tushuntiradigan bo'lsak, Dartda yozayotganda void main degan joyi turishi kerak, har doim bo'lishi kerak. Kodlaringizni shuni ichiga yozishingiz kerak. Shunda runni bosganingizda bu main funksiyasi ishlaydi va kodingiz run bo'ladi. Hozircha shuni bilishimiz yetarli bizga. Mustaqil vazifa. Endi biz Dartpaddan foydalanishni o'rgandik va birinchi mustaqil kod yozib ko'ring. Ismingiz va yoshingizni print yordamida ekranga chiqaring. Umid qilamanki, mustaqil vazifani hozirgacha o'zingiz qildingiz. Buni tekshirib ko'ramiz endi yoki qilmagan bo'lsangiz, bu videodan ko'rib o'zingiz yozing. Bu yoqqa print yozamiz, qovus ochamiz, ichiga mening ismim Ali deb yozamiz, masalan uchun. Siz esa o'zingiz ismingizni yozing. Keyingi qatordan print mening yoshim masalan uchun 18 deb yozamiz va oxirgi nuqta virgul qo'yib qo'yamiz. Endi run qilsak, mana shunaqangi yozuvlar bizda chiqdi. Mening ismim Ali, mening yoshim 18 degan. Siz agar bu mashg'ulotni o'zingiz qila olgan bo'lsangiz, siz ajoyib ish bajardingiz. Bugun siz dasturlash haqida tushuncha oldingiz va birinchi kodingizni yozdingiz. Bu kichik qadamdek tuyulishi mumkin, lekin aslida bu katta yutuq. Unutmang, dasturlash bu mantiq va sabr talab qilinadigan yo'l. Hamma katta dasturchilar ham noldan boshlagan. Siz ham ulardan kam emasligingizni biling va his qiling. Oldinga qarab davom eting. Men siz bilan birgaman. Siz buni uddalay olasiz. Ertaga yana qiziqarli ma'lumotlarni o'rganamiz. Bugun biz dasturlash nima, Dart tili, Dartpad haqida bilib oldik va ilk kodimizni yozdik. Ertaga esa o'zgaruvchilar va ma'lumot turlari bilan tanishamiz. Agar bu video sizga yoqqan bo'lsa, o'zingizni fikringizni kommentariyalarda bildiring. Va bu challenge'imizni do'stlaringizga yuborib qo'ying. Keyingi darsda ko'rishguncha.